Shou-biznes olamidan shoshilinch tezkor xabar. Xonanda Munisa Rizayeva haqida muhim xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Afrosiyob tezyurar poyezdida odatiy safar kutilmaganda jonli konsertga aylandi. Xonanda Munisa Rizayeva vagonda yo'lovchilar uchun bir nechta qo'shig'ini ijro etib, safarga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Xonandaning kutilmagan chiqishi vagondagi yo'lovchilarda katta qiziqish uyg'otgan. Munisa kuylay boshlagach, ayrim yo'lovchilar ham unga qo'shilib qo'shiqlarni birgalikda ijro etgan. Safar davomida quvnoq va samimiy muhit yuzaga kelgan. Temir yo'l ekspress matbuot xizmati tomonidan e'lon qilingan videolarda xonandaning vagonda chiqish qilgani va yo'lovchilarning unga jo'r bo'lgani aks etgan. Matbuot xizmatining qayd etishicha, bunday kutilmagan chiqishlar poyezddagi safarni yo'lovchilar uchun yanada yorqin va unutilmas qiladi. Kim biladi, balki Afrosiyobning navbatdagi safarida ham yo'lovchilarni shunday musiqiy syurpriz kutib turgandir, deyilgan xabarda.